Voy do'stim, ayt nega holing parishon. Ekangi menga qara, ey. O'laman, ey. Tirik odamni ham kuchuk deb urarlarmi, ey. Shu akamizga shartta aytaylik. Yig'ishtirsalar to'ylarini va kecha ham to'yga borib, eshakda tayyorlab ketdilar. Akamni o'zida ham bir qamchi bor ekanda, kelinni onasini valizga taklif qilgan. Akammi? Ha, kim xudolar kim terganlar kuchukda. Bilib bilmay ko'p gapirma. O'sha keliningning onasi o'z ko'zini qisib nima qilishim kerak edi. O'ylaman, ey, ammo joyim qaqshyapti, ey. Jannatim akam, oyoqlaringizni bosib qo'yaylikmi? Deb o'lamsanlar. O'zi bosilmagan joyim qolmaganligi uchun yotibman-ku bera. Onajon, to'yga chiqmayman o'ylay. Nima qilgan akamizni? Bir tarafdan yaxshi bildi-yu, bir tarafdan ichim achyapti akamni ham. Ichiz achigani yaxshi. Men akam davolashdi, yo'lini bilaman. Qani ekan? Qashqadaryo viloyatida Qarshi shahrida Gulmira Jo'rayeva degan bitta opacha bor. Ersa korporatsiyasida ko'p yildan beri ishlab kelyapti. Ana shu kompaniyada ko'p xil dorilar bor. Ana shu dorilar ichida og'riq qoldiruvchi, davolovchi massajni kremi bor. Ana shu kremni dastavka qildiramiz. Revmatizmni ham qoldirib tashlaydi akamni. Xullas davolaydi, otday bo'lib ketadilar. Ha, bitta dastavka qildiraylik. Dastavka qildiramiz? Akamizga, ha? Tamom, hozir men telefon qilamiz. Assalomu alaykum. Bog'imda yaxshi. Aka, sog'lik chaqanay. Yel chaqanay ekan. Ey, kayfiyat samolyot ukajon, alohida sallaga rahmat, keyin qarshilik Gulmiraxonga rahmat, keyin Irsakka rahmat. Qaymi? Shuni Irsakni masrur surtgandan keyin, ey, sog'ligim samolyot, kayfiyatim raketa bo'lib ketdi. Ertalabdan beri kayfiyat o'lmayapti ukajon. Hammasiga rahmat aytib qo'yinglar. Salomat bo'ling. Udar, kayfiyatim udar, ey udar.